Toshkent shahar ko'kchiga kelganmiz. Nijlo joyimiz 1300 dollardan sotilyapti 1 kvadrat metriga. Bilasizlar, Toshkent shaharda 1,5 ming, 1800 sotishadi. Vash ishkalarni egalariga pul zarlar ekan. Lokatsiyani tushuntiraman, qarang. Bu yoqqa to'g'ri ketsangiz mana Charog'on to'yxonaga borasiz. Mana bitta mana ko'rinib turibdi Olmos jo'ja. Bu yoqda Ko'kchi Oqtepa dehqon bozori. Bu yoqqa bo'lsa Chorsiga qarab yurib ketaverasiz. Mana bu korzinka bo'ladi. Shu korzinkani shundoqqina oldida bizani mana shu joyimiz sotilyapti. Bu eski uy bozori o'rniga tushgan жилой kompleks. Ko'pchilik biladi bu yerda. Mana shu birinchi, ikkinchi etaji. Hozir men ichkaridan ham ko'rsataman. Fasadni bitta ko'rib olinglar. Mana fasadi mana mashitdan o'sha oxirigacha boradi. Endi sizlarga ichkaridan ko'rsatamiz, yuringlar. Mana birinchi etajni ko'rishinglar mumkin. Katta, endi xonalarga o'zingiz chiroyli qilib bo'lib olasiz. Bu yerda o'sha Texnomart, Media Park, shunga o'xshagan yoki restoran, kafe, uchebniy sentr qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Ya'ni aka o'zingiz juda ham yaxshi bilasizlar, bu yerdan qanaqa foydalanishni. Bu birinchi etaji. Endi sizlar bilan ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Bu orqa eshikni ham ko'rsatdim sizlarga kirishni. Mana bu yoq tarafda ham joy bor. Endi ikkiga chiqamiz. Qadrdonlar, joyimiz umumiy 1162 kvadrat metr bo'ldi. Har bir kvadrat metriga 1300 dollardan so'rayaptilar. Bo'lib to'lash yoki barter shartlari ham bor. Uni kelishilgan holda amalga oshirsangiz bo'ladi. Qiziqqanlar uchun pastda men egar raqamni yozib qoldiraman. Telefon qilib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi.